Qara Uyg'urlar 2. bölümü. Bahar fəslinin illiq havası Cənvər şəhərdəki biğam xalqqa özgücə rahat bəxş etiyotgan günlərinin birində bu şəhərdəki bir danlıq 5 yıldızlıq mehmanxanada yüz bergan qanlıq vaqa Cənnətnin mərkəzi atılğan şəhər ahalisini qatıq çökütdü. Şəhər mərkəziga joylashgan odatda dunyoning boylari doim oyoq besib turadigan bir mehmonxonaning atrofi saqchi bilan liq to'lgan edi. Mehmonxonaning 5-qavatidagi bir katta uyda qizil galstukiga isib o'ltirilgan bir qip-yalang'och jasad bayqalgan edi. Kishini hayron qoldirdig'ini bu jasad to'g'risidagi oltin rangli katta chiroqqa isib o'ltirilgan holatda bayqalgan bo'lib, qandaq insonning uni qila olganligi hammani hayron qoldirdi. Demakki qotil eng az 2 kishi. Bo'lmasa bu bodakni qandaqmi ko'tirib u yerga asolisin deb g'o'dirab qo'yadi ba'zilar. Soqchilarning dastlabki tekshirish natijasida o'lguchining o'zini Uyg'urlarning lideri atib olgan Van Katip ekanligi aniqlandi. Kütübedişte işleydiğen xadimlarının aytishicha, Van Katip bu mehmonxonaning doimliq mehmoni bo'lib, bir qancha kundan buyon u bu yotoqda bir Osiyo chiroy xonim bilan birga ekan. Hozir bu xonimning nada ekanligi noma'lum bo'lib chiqdi. Ularning aytishicha, Van Katip har qatim o'xshamaydigan ayollarni boshlab keladi ekan. Soqchilar mehmonxonaning bexatarlik kamerasidan Tünügün keş 2 qora tanli kishining bu yotoqqa kirganligini bayqabdi. Ular yo'g'ondan yo'g'on qora ko'zoynaklar taqib olgach, chiroyini tonish mumkin bo'lmadi. Ular yana bu yotoqdan bir yalang'och ayolning quyundek yugurib chiqib ketgan videosini bayqabdi. Kütübedishdagilarmi bir yalang'och ayolning aloqzoda holda talog'i o'zini otganligi ve eshik oldidagi taksilardan biriga o'zini etib g'oyib bo'lganligini hayronlik hissiyotlari bilan tasvirlab beribdi. Qora tanliklarning Van Katip bilan nima uchun bo'ldi? Ular zodi kimlar? Bu savollar soqchilarning beshini qotiribdi. Va bu ikki qora tanlik va haliqi yalang'och g'oyib bo'lgan ayol, Osiyo chiroy ayolni izlash ishiga kirishibdi. Gapxumor Uyg'urlar bo'lsa, tor-torlarda qizg'in talash tortishlarga g'arq bo'ldi. Van Katip o'libdimi? Buni cho'qim Xitoy qilgan juma? Mana avay. U Xitoyning neniga yog' surkab berayotgan birisi tursa, Xitoy uni nima qo'ytasin? Voy isit. Uning bir to'p oshnisi ish pushiga tortilgan bo'lib qoldi-da. He. Germaniyada boshqalarning nomida setib olgan 2 oshxonasi endi shu saxta egillarning nomiga o'tib ketami? Turkiyada setib olgan o'ldirchi o'taga. Uyg'ur boylarini aldab setib olgan yep-yangi Mercedesni ayoli qismoq haydayolmay dod besib ketadigan bo'ldi-da. Est. Aslida xalqning nazaridan tushib, chukurik obyekti bo'lib qolgan qurultoyda yer tavribdi. Van Katipning atrofida parvonadek yaloq-yalab yurgan gumochtilari ommaning nazaridan o'zlarini qochirib yuradigan bo'lib qoldi. Hatto o'zlarining ishonchli odamlar telefon qilsa-mu va yoki el-xat yozsa-mu hech javob bermaydigan bo'lib. Van Katipning biror halokatga yo'liqishini va shu sababli bosh o'ringa o'ltirishni ko'zlab yuradigan Amerikadagi haliqi tuki yo'q sharafsizmi ün-tinsiz g'oyib bo'ldi. Demakki, hammasi bir chivinning o'limidan o'zlarining oqibatini ko'rib olgandek yurkib, bulung-bulunglarga kirishib ketgan ekan. Qurultoy degani shu qadar oson cho'kibdiki, hatto isbot uchun aloqa qilgan janva soqchi doirlarimi puchur ta'minlaydigan biror odam topolmay, Germaniya soqchilaridan yordam talab qilishga majbur qoldi. Endi qora Uyg'urlarga kelsak, ular tashkillagan 5 kishilik zarbidarlar atritining 2 nafar a'zosi
Qabila topshirgan vazifani g'albalik o'rinlab o'z kentiga salomat qaytib ketdi. Ular kelib ertasi qabila boshlig'i alohida harakat guruhi yig'ini chaqirib, tunji qadamning g'albalik besilganligini qutlaqlabdi va ikkinchi qadamlik vazifani ijro qilish planini muzokara qildi. Uzun o'tmayla zarbalar atritidan yana 2 kishi alohida vazifa uchun otlanibdi. Davomi bor.